Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, baxshichilik ixlosmandlari. Bugun biz Namangan viloyati Chortoq tumani Peshqo'rg'on qishlog'iga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun mana bu Namangan viloyatining Chortoq tumanida Peshqo'rg'on qishlog'i, qadimgi Peshqo'rg'on qishlog'ida mehmon bo'lib turishdi. Biz 59 sonli Baliqko'l madaniyat markazi ijodiy jamoasi birga mana shu ustozimiz Otashxon Mirzayev uy muzeylarini yana bir bor ko'rsatib o'tamiz, tanishtiramiz. Marhamat. Do'mbirani olib ketaman. Bugün biz Otashxon Mirzayev olimning muzeylariga keldik. Ya'ni Respublika baxshichilik san'ati markazi tomonidan qadimiy o'sha baxshilarga oid topilmalarni izlash maqsadida bugun biz Namanganga tashrif buyurdik va Otashxon Mirzayev barchamizga ma'lumki, Namangan baxshichiligini izlab topganlar, ularning dostonlarini yozib olganlar. Shuning uchun biz hozir ularning muzeylariga tashrif buyurdik. Bizlarni hozir Namangan viloyati Chortoq tumani Peshqo'rg'on madaniyat markazi rahbarlari kutib oldi va hozir ulardan shu Namanganda baxshilar kimlar o'tgan va u yerda qanaqa an'analar saqlanib qolingan bu haqida bulardan suhbatlashamiz. Haqiqatda Chortoq tumanimizda, Qorariq mahallamizda baxshichilik san'atini davom ettirayotgan desak sal xato bo'ladi, lekin o'sha Razzoq baxshi avlodlari istiqomat qilishadi. Bu kishi haliroq uylarga o'tamiz, sizlarni tanishtiramiz. Haydovchilik kasbi bilan shug'ullanadilar, lekin o'sha ota-bobolardan eshitgan dostonlarni hikoya qilib turadilar, qo'ldan kelgancha. Bizi Namangan viloyati umuman vodiy baxshichilik san'atida vohanikidan sal o'zgacharoq. Bizda vohada mana bu aytimlarda, dostonlarning aytimida ovozi sal nima deydi, qisib, bo'g'iz ovozda aytiladi. Mana Farg'ona vodiysidagi baxshilar ochiq ovozda kuylashgan. Shu bilan farqlanadi. Lekin o'sha Alpomish dostonini, Rustam dostonini, yana Ravshan dostonini, ko'plab dostonlarni kuylab kelishgan. Mana bu qo'limdagi do'mbira, ya'ni Namangan baxshiligining do'mbirasi. Men bu yerga oldinroq kelganman. Chunki o'zim Namanganligi bo'lganim uchun Namangan baxshiligini surishtirib, o'sha ilmiy ishimda, diplom ishimda Namangan haqida qilganman. Bizda diplom ishimda o'sha ma'lumotlar topgan manbaimda dutorda aytilgan, 3 torlik sozda aytilgan deyilgan, lekin men bu yerga kelgandan keyin shu do'mbirani ko'rganman. Bu do'mbira ham Surxondaryo do'mbirasiga o'xshab ketadi, lekin uning kosalari ichi o'yilmagan, sal boshqacharoq, lekin o'sha nimaga o'xshaydi. Yana baxshilarning o'sha aytish yo'llari ham Surxondaryo, Qashqadaryoga tortib ketadi. Ya'ni maktablar bir xil desa ham bo'ladi. O'sha dostonlarda, Alpomish dostonlarida ham zapslarni eshitganda shu do'mbirada aytilgan. Bizning endi bugungi asosiy topilmamiz mana shu do'mbira. Yana bir qo'shimchalar nima qilasizmi? Haqiqatan ham do'mbira asbobi. Bizdagi baxshilar buni setolam deb qo'yishadi. Mana shu setolam deb nomlab qo'yishadi. Aslida do'mbira Farg'ona, Toshkent an'anasiga muvofiq yasalgan o'rik yog'ochidan. Ko'plab farq qilmaydi vohani do'mbirasi bilan, lekin siz aytmoqchi, kosasida farqi bor, kosasi kichikroq. Mana bu yerda baxshilarning o'sha festivallarda tushgan rasmlari. Bu yerda Razzoq baxshi hamda Peshqo'rg'on dostonchilik maktabining eng kenja shogirdi Matrayin baxshi 70 yillik yubileylarda esdalik suratlari. Bu yerda Peshqo'rg'onning eng mashhur yana dostonchilari Razzoq baxshi. Bu yerda Razzoq baxshining o'g'illari Omon baxshi hamda Otashxon Mirzayev rasmlari. Mana bu tepadagi rasm esa Omon baxshining otalari Razzoq baxshi bo'ladilar. Peshqo'rg'on dostonchilik maktabining asoschisi.
Mana bugungi kunda Baliqko'l madaniyat markazi xodimlari baxshichilik sinfi ochib, baxshichilikda shu Peshqo'rg'on dostonchilik maktabini davom ettirish uchun hozirgi kunda baxshichilik sinflari ochishyapti. Mana bu kishi o'sha Namanganda baxshichiligini yozib olgan olim Otash Xolmirzayevni katta o'g'illari bo'ladi. Bu kishidan ham o'sha baxshilar haqida ancha-muncha ma'lumotlar biladi, ma'lumotlarni bilib oladi. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar opa, sizga rahmat. Qizimizni shunchalik o'qitib, qiynalib o'qitib, mana odam qilib, xalq hozirgi ijodi bo'yicha ilmiy ish qilyapti. Qizimiz ishga omad tilayman. Xalq hozirgi ijodi bo'yicha men aytdim, 72-yil, 74-chi, 75-yildan beri bilaman. Shu yerda Razo Baxsh Qozoqov o'g'li bor odamimiz kelib, shu baxshichilik san'ati bo'yicha aytib berardi, otamiz yozib olardi. Keyinchalik Farg'ona davlat pedagogika institutidan juda ko'plab studentlar kelishadi. Otajon Hakimov, futbol Nazar degan inson olim odamlar kelib yozib olishgan. Juda ko'pchilik shu baxshichilik san'ati bo'yicha, baxshichilik hozirgi ijodi bo'yicha yozib olishardi. O'sha payt eshitib qolgan, qulog'imga chalingani bor edi. Farg'ona vodiysida xalq hozirgi ijodi yo'q deyilgan. Shundan keyin bular o'rganishni olib bordi. Mana O'zbekiston Respublikasi Fan arbobi Malik Murodov, otamiz Otash Xolmirzayeva, Oxirjon Hakimov, Tojiboy G'oziboyev boshchiligida shu yerda bo'lganliganda otamiz tomonidan shu yerda Ko'lbixon dostonchilik maktabi shajarasini tuzildi. Haydar bo'yicha san'at degan odam bor edi. Razo Baxsh Qozoqboyev shu odam yaxshi bilaman. Hech ko'rganim shu odam bo'lgan. Ayterdan studentlar kelib, shu talabalar kelib yozib olishardi. O'sha yerda 30 kishi, 40 kishi yotishadi. Islomiy boshlarni xalq hozirgi ijodi bo'yicha juda katta olimlar kelib shu yerga o'rganish olib borishadi. Farg'ona vodiysida xalq hozirgi ijodi borligini bilishgan. Keyin bundan tashqari otamiz tomonidan eng katta yutuqiga o'sha Qirg'iz xalq eposi qo'shni davlatimizdagi Manasni o'zbekcha variantini o'rganilgan, mashinkalangan tarzda turibdi. Shu O'zbekiston Fanlar akademiyasi til adabiyot institutiga topshirilgan. Endi xalq hozirgi ijodi bo'yicha juda ko'p narsalarni bolalarimizga meros qilib qoldirildi. Buni menimcha bolalarimizga o'rgatishimiz kerak. Agar shu ketishlikni bolalarimizga o'rgatmaydigan bo'lsak, biz xalq hozirgi ijodimizni yo'qotib qo'yamiz. Shuning uchun o'sha folklor institutiga topshirilgan, o'sha adabiyot institutlarida turibdi. Bundan bu yoqqa mana maktab o'quvchilarimiz kelib o'rganishyapti. Mana shu yerda madaniyat bo'limimiz bor. Tuman madaniyat bo'limidan ukamiz kelib o'quvchilarni olib kelib o'rgatishyapti. Endi qiziq tomonlar ham bor. Qiziqmaganini o'rgatishimiz kerak. Chunki o'zimizni eski ma'naviy udumlarimizni, dinimizni, tilimizni, xalq hozirgi ijodimizni bilmasak, din bo'lmaydi. Xalq hozirgi ijodidan ertaklarimiz, laqablarimiz, qo'shiqlar bor. Ularni ham bolalarga o'rgatib bormaydigan bo'lsak, milliyligimizni yo'qotib qo'yganmiz. Endi sizga omad, xalq hozirgi ijodi bo'yicha juda katta ish qilyapsiz. Ilohim o'sha olimlarimiz qatoriga qo'shilib ilmiy ishlar qilingda, o'sha dostonlar bo'yicha katta ishlarimizni biz boshqarib turaylik. Bu borada bizning Respublika baxshichilik markazi ilmiy xodimi Feruzaxon Rahimova hozirda shu ish bo'yicha boshchilikda kelyapti. Shu kishining qo'l ostilarida shu nima bo'yicha Namanganda baxshichilik haqida o'sha biz ommaga, yurtdoshlarimizga olib chiqish uchun chora-tadbir qilib keldik. Baxshichilik san'at markazi Toshkentga ishga kirdik. Taassurotlar birinchi o'sha yerda bo'lgan, birinchi baxshichilik markazida bo'lgan. Endi hozirda vodiyda baxshichilar yo'q deb hamma ishonishadi. Shaxsan o'zim ham shu baxshichilik markazida ishlasam, bu yoqda borligini mana sayyoradan eshitdim. O'zimizni xodim. Ilmiy rivojlantirish bo'limida ishlayman. Shu ekspeditsiya, etnofolklor ekspeditsiyalar tashkil qilish bo'yicha bizani rejamizga, dasturimizga kiritilgan. Shu uchun faqat Surxondaryoda, Qashqadaryoda yoki bo'lmasam Xorazmda, Qoraqalpog'istonda emas, lekin bizani o'zimiz mana shu vodiy territoriya zonasida ham borligini shu o'zimiz ko'rib, bilib, taassurotlarni bevosita xalqimizga shu bo'lishish maqsadida shaxsan o'zimiz tashrif buyurdik. Bilamanki, menimcha hammaga yoqadi. Shaxsan o'zim to'g'risi menga yoqdi. Bu yerda bitta narsa borki, Ko'lbixon dostonchilik maktabi bor. Shu Ko'lbixon dostonchilik maktabida baxshni to'g'risida yozilgan. Shuni ko'proq bilishimiz kerak. Ko'proq o'rganib, bu yerda men bo'sh bo'lgan kunim kelsayni men o'zim bir boshqalarni o'rgataman. Endi ishdaman, boshqaman vaqtim bo'lmaydi, lekin o'rgataman. Sabab bizga meros bo'lib qolganmi, buni ommaga, xalqqa berishimiz kerak. Bersagina bolalarimiz o'zgaradi. Masalan, Razo Baxsh Qozoqboy o'g'li, buni hozir shu kunda ko'chaga kirgandirsiz, Salmanjon. Razo Baxsh Qozoqboy o'g'li nomiga ko'cha berildi. Ko'cha nomi berilgan. Bu odam kichkina odam emas. Eslayman shunaqa olimlar kelib juda ko'pchilik yozib olishi mumkin. Hattoki Naim Karimov shu odam olim odam. Shu yerda o'tirib bilan birga suhbat qiladi. O'zbekiston xalq yozuvchi Shukur Xolmirzayev kelib shu yerda 5 kun bo'lib xalq o'ziga ijodi borligiga tan berib ketganlar. Undan tashqari kitob ochib ko'rsangiz bilasizlar, Mamatqul Jo'rayev, filologiya fanlari doktor, professor o'tib ketdilar. Shu olim tomonidan otamiz qilgan ishlar to'g'risida, xalq hozirgi ijodi borligi to'g'risida fikr bildirganlar Umr Ziyosi kitobida. O'sha birinchi bitda bo'lgan 3 bet. O'qib bilib olsangiz yaxshi bo'ladi. Shu odam o'zlarining fikrlarini berganlar. Mana shu to'g'risida. Endi hozirgi kunda Alpomish dostoniga boshqa kitoblar bosib chiqaramiz desak, demak tursin, uni o'rganishga loyiq o'zlari respublikadan chiqarlar deyapti. Mana respublikamiz shu oldingi prezidentimiz tomonidan xalq hozirgi ijodi bo'yicha 100 tomlik kitob chiqarilayotgan bo'lsa, o'shanda bir 15 tomida mana shu Namanganda Farg'ona vodiysidagi xalq hozirgi ijodi bo'yicha otamiz to'plagan ijodlar bo'yicha fikrlar bor. Ochib ko'rib o'zingiz ko'rib turibsiz, shu yerda bor kitob fikrlar bor.
o'sha kitobdan berganlar menga. Bor endi bular. Endi bu fikringiz bo'yicha o'sha Namangan dostonlarini biz ilmiy bo'lim o'rganadi. O'sha kitob nashrga tayyorlash bo'yicha shu masalada nasib qilsa kitoblarni olimlar tomonidan shu o'rganilib nashriyotga topshiramiz, taqdim qilamiz. Albatta. Va yana bitta narsani aytib o'tsam, mana Peshqo'rg'on qishlog'ida o'sha yirik katta bir maktab, ya'ni Gulbuqon dostonchilik maktabi, Ariqpoyi, Bariqko'l, G'ozivon dostonchilik maktablari bo'lgan va endilikda bu maktablarni saqlab qolish maqsadida sizga o'sha taklif bildirsak, shu yerda, shu qishloqda Peshqo'rg'on dostonchilik maktabi nomi berilgan holda baxshichilik sinfi tashkil qilinsa, Zo'r, juda zo'r ko'garak, yaxshi bo'ladi. ko'garak yoki maktab tashkil qilinsa, shu yerda o'sha baxshilar yoki o'sha shu yerdagi xodimlar o'zlari tashabbus bilan chiqsa, Izdoshlari, urug'lari, nabira chebaralari tomonidan shu yerda sinf ochilsa, baxshichilik nimasi yana ham rivojlanib, shu yerdan chiqadi degan umiddamiz. Rahmat sizga. Taklif Juda yaxshi bo'ladi. Bizga omad tilayman. Hozir mana bu